Diqqat qiling, o'zbek adabiyoti og'ir judolikka uchradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Bugun 8-aprel kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, adib, shoir, publisist, tarjimon Qamchibek Kenja 80 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi xabar berdi. Ma'lumot uchun, Qamchibek Kenja 1946-yil 15-avgustda Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi Gurkurov qishlog'ida tug'ilgan. Toshkent davlat texnika universitetining filologiya fakultetini tugatgan. Uning Sog'inch 1975-yildagi dastlabki she'riy to'plami Yashil barg birinchi hikoyalar to'plami nashr etilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 29-mart kuni taniqli jurnalist, yozuvchi, tarjimon va sobiq deputat Karim Bahriyev 64 yoshida vafot etgandi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.